Assalomu alaykum, xayrli kun. Bugungi ochiq darsimiz bag'ishlanadi yangi kursimiz haqida ma'lumot berishga va sizlardan kelayotgan savollarga javob berib o'taman. Xabaringiz bor, yangi 3 kunlik mini kurs e'lon qildik. Bugun to'liq ma'lumot berib o'taman. Bu kurs kimlar uchun va sizga qanaqa savollaringizga javob bera oladi? Bu haqida bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Ovozim yaxshimi? Ovozimni bitta tekshirib bersangizlar, keyin ma'lumotlarni berishda davom etib ketaveraman. Yaxshi bo'lsa davom etamiz. 3 kunlik mini kurs e'lon qildik. Bu kurs bag'ishlanadi aslida hammaga bag'ishlanadi, ya'ni ham siz his qilib qatnashishingiz mumkin. Hammaga bag'ishlangani uchun ham ommaviy qilib 3 kunga belgilab, har taraflama sizga qulaylik bergan tarzda bu kursni yaratdim. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, hozirgi kunda hammada qanaqadir bir xavf holati borda, bilimi borlarda ham, bilimi yo'qlarda ham, ya'ni bilim deganda psixologik bilimlarni nazarda tutyapman-da. Psixologik bilimlarni hayotida qo'llayotganlarda ham, hayotida qo'lla ololmay, ya'ni bu bilimlardan uzoqda yashaydigan insonlarda ham qanaqadir xavf holati, ya'ni buni qanaqa tushunsak bo'ladi? Ikkilanishlar yoki maqsad yo'qligi, eng tushunarli varianti bu energiyasizlik, ya'ni energiya yo'q. Hech qayerda, hech qanaqasiga tanasiga energiya yo'q-da. Savollar ko'p. Juda ham savollari ko'p. Shuning uchun bu kursni shunaqa mini tarzda yaratdimki, hammaning savoliga birdek javob bo'lsin. Mana ahamiyat bersangiz, bizda shunaqa savol ko'p-da. Muammolarimiz yuzaga kelganda yoki bo'lmasam turli xil jarayonlardan o'tayotganimizda har doim aytamizda, nega aynan men bilan bunaqa voqealar sodir bo'lyapti? Nega aynan men yashab o'tishim kerak? degan savollar ichimizda uyg'onib ketadi yoki bo'lmasam faqat men qiynalib yashayapmanmikan yoki men naqadar baxtsizman degan hislar o'tadi-da. Ko'pincha biza hayotimizda jarayonlarimiz zichlashib ketganda bularni his qilamiz, hozir aytib o'tganlarimni. Bunday paytda qanaqa yechim berish kerak? O'zi nega aynan siz bilan bu voqealar sodir bo'lyapti? Buni to'liq anglash uchun siz yerdagi yaralishingiz mohiyatini anglagan bo'lishingiz kerak-da. Nega siz bu yerdasiz? Nega siz aynan shu insonlarning orasida siz buni mohiyatini anglagan bo'lishingiz kerak. Men sizga taklif qilayotgan bu 3 kunlik kursda buni to'liq anglaysiz, chunki nazariy qism ham kengroq qilib yoritib beraman. Albatta, har doimgidek integratsion qismi ham bo'ladi. Ya'ni chuqur 3-kunimiz o'zi chuqur integratsiyaga bag'ishlanadi. To ungacha birinchi, ikkinchi kunlarimizda dasturi shundayki, birinchi kun ruhni aynan shu yerga, shu planetaga tug'ilishi, kelishi, vazifalarimiz haqida gaplashamiz. Nazariy ma'lumotlar va energetik tayyorgarlik jarayoni bo'ladi. Ikkinchi kun bizni matrica bilan bog'lab turuvchi energetik bog'larimiz, ya'ni yerdagi vazifalarimiz va matritsada chalkashib ketayotgan joylarimiz, bularni ko'rib chiqamiz-da. Bu qismlarimizni ko'rib chiqamiz. Qaysi aspektda biz matritsada chalkashib qolyapmiz, qaysi aspektda biz o'zimizni asl vazifalarimizni unutib, ko'proq rollarimizda chalkashib matritsani ichiga qorishib ketyapmiz-da. Bularni ko'rib chiqamiz ikkinchi kun va ikkinchi kun yana ham tayyorgarlik chuqurroq jarayoni ketadi, chunki 3-kun initiatsiyasi to'liq o'zingizga ulaydigan chuqur initiatsiya bo'ladi. Bunga tayyorgarlik jarayonini olib boramiz nazariy qismlar kunida. Sizda agar mana shunday savol bo'lsa-da, qachon tugaydi bu jarayonlar degan savol bo'lsa, mana shuncha bilimim bor, shuncha harakatim bor, energiyam bor, har taraflama bilim olyapman, lekin menda vaziyatlar tugamayapti-ku degan fikrlaringiz bo'lsa, bu kurs aynan bu fikrlarga javob bo'ladi. Qachon tugashini o'zingiz his qilasiz. Yoki siz charchagan bo'lsangiz, ha deb har xil masalalarni o'zingiz yechaverishgada, jarayonlardan o'taverishdan charchagan bo'lsangiz, bu kursdan keyin, mana shu 3 kunlik dasturimizdan keyin to'liq his qilasizda, jarayonlardan hech bir qiyinchiliksiz onida o'tib ketishni boshlaysiz. Shu onni o'zida o'tishni boshlaysiz. Bu qisqacha kursimiz haqida aytmoqchi bo'lganlarim. Savollar bormi kurs haqida? Assalomu alaykum Hanifa opa, yangilik bor deb yozibsiz. Bemalol bo'lishing, agar bo'lisha olsangiz yangiligingizda. Boshqa ishtirokchilarimiz kelguncha sizni yangiligingizga, sizni xursandchiligingizga sherik bo'lamiz. Sizni yangiligingiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, bu aslida xursandchilikda, men uchun xursandchilik, har qanday jarayon men uchun xursandchilik, chunki o'tishimizni, yangi hayot to'lqinlariga o'tishimizni tezlashtiradi har bir jarayonimiz. Xursandman Hanifa opa, juda ham xursandman.
o'zlarini asl ilohiy juftlari bo'lishini tilayman. Tabriklayman natijangiz bilan. Sizni mehnatlaringiz natijasi birinchi galda o'zingiz bilan ishlaganingizni, ya'ni ona sifatida, ayol sifatida juda ham yaxshi yangilik. Yana qanaqa savollar bor? Hozir yana kurs haqida aytmoqchi bo'lganlarim. Bu 3 kunlik dasturda qurollar beraman. Bir nechta, taxminan ikkita juda ham chuqur qurol beraman. Har qanday vaziyatlaringizda sizga yordam beradigan, asl o'zingizni eslagan holatda ixtiyoriy vaziyatingizdan o'tishga yordam beradigan qurol ham beriladi. Kursni taxminan 25-aprelga mo'ljallab turibman-da, lekin sanasiga o'zgartirish kiritishim mumkin. Lekin iloji boricha 25-apreldan 28-aprel oralig'ida o'tkazishimiz kerak, chunki 25-aprel kunlari chasada o'zgaradi-da, ya'ni kengayadi. Har bir potoklar kengaytirib beriladi 25-28-aprel kunlari mana shu oralig'da. Shuning uchun his qilgan holatda shu kunni belgilab turibman. Iloji bo'lsa, hamma tayyor bo'lib qo'shilib olsa, 25-aprel kuni birinchi darsimizni boshlaymiz. Orada bir kun dam bo'ladi. 25-27 kunlari nazariy qismlarimizni o'tkazamizda. 28-aprel kuni chuqur integratsiya qabul qilasizlar. Bu kurs 3 kun bo'lgani bilan, lekin siz 3 oy davomida o'zingiz bilan ishlaysiz, kamida 40 kundan 3 oygacha. Agar siz integratsion bilimlar ichida yurgan bo'lsangiz, 40 kun yetarli bo'ladi. Lekin chuqurroq ishlanishiga ehtiyoj his qilsangiz, bemalol 3 oy davomida to'xtovsiz rejim beriladi, qanaqa ishlash kerakligi haqida kurs bilan. Bu kurs davomida ishlaysiz 3 oy davomida, natijalaringiz o'zi integratsion darslar ichida yurgan insonlar biladi-da, 3 oydan keyin natija ko'rinadi. Taxminan 2-3 oy vaqt ketadi. Bu moddiylash nimaga bunday bo'ladi? Chunki biz bu yerda energetik ish qilamiz-ku. Ya'ni birinchi jarayon energetik dunyoyingizda o'zgarishlar ketadi-da. Ya'ni sizni energetik tanachalaringizda, sizni aurangizda, sizni qatlamlaringizda birinchi navbatda o'zgarish ketadi-da, ya'ni ruhiy darajada. Undan keyin moddiylashadi. Moddiylashish har doim moddiy dunyomiz qattiq bo'lgani uchun vaqt talab qiladi va sizni to'xtovsiz mehnatingizni talab qiladi. Agar siz bu bilimlarda yangi bo'lsangiz, ya'ni aynan men berayotgan bilimlarda, ezoterik bilimlarda, parapsixologiyada, umuman o'zini anglashga ketayotgan yo'lda bu bilimda yangi bo'lsangiz, to'xtovsiz ishlashingiz kerak bo'ladi.